Afg'onistondan bostirib kirgan terrorchilar Tojikistonda yo'q qilindi. Tojikiston chegarachilari Afg'onistondan kirib kelgan 4 nafar terrorchini yo'q qilishdi. Dushanba 18 yanvar RIA Novosti. Afg'onistondan Tojikistonga kirib kelgan 4 nafar qurolli terrorchi chegarachilar tomonidan o'ldirildi, deb xabar berdi Tojikiston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi GKNB matbuot markazi. GKNB ma'lumotlariga ko'ra, bu shu oyda Tojikistonda chegarachilarga qarshi sodir etilgan 4-qurolli terrorchilik hujumi. 2025-yil 25-dekabr kuni shu hududda o'tkazilgan maxsus operatsiya davomida 3 nafar terrorchi o'ldirildi va 2 nafar tojik chegarachisi halok bo'ldi. Afg'onistondan Tojikistonga kirib kelgan 4 nafar qurolli terrorchi Shamsiddin Shohin tumanidagi yo'l chegara postida chegarachilar tomonidan yo'q qilindi, deyiladi agentlik bayonotida. Qo'mita ma'lumotlariga ko'ra, terrorchilar chegarachilarning taslim bo'lish haqidagi buyrug'ini rad etib, qurolli qarshilik ko'rsatganlaridan keyin otishmada o'ldirilgan. Voqea joyida 3 ta Kalashnikov avtomati, 6 ta doka, AKV va to'pponchalar uchun 183 ta o'q-dori, 3 ta mobil telefon, 1 ta radio va 1 ta qayiq musodara qilingan, deb xabar berdi matbuot markazi. Davlat Milliy xavfsizlik qo'mitasi DMMK davlat chegarasidagi vaziyat hozirda nazorat ostida ekanligini ta'kidlamoqda. Ushbu vaziyat munosabati bilan Jinoyat kodeksining 179 terrorizm, 335 Tojikiston davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tish va 195 qurol, o'q-dori, portlovchi moddalar va portlovchi qurilmalarni noqonuniy saqlash, boshqa shaxsga berish, saqlash va o'tkazish moddalari bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atildi va tergov olib borilmoqda, deb xabar berdi matbuot markazi. Agar siz dunyoning turli burchaklaridan eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lib turishni istasangiz, kanalimizga like bosishni va obuna bo'lishni unutmang.